Toxo'ning non yeqishi. Kunlardan bir kuni Toxo yo'lda ketib borsa, oldiga bug'doy uchrabdi. Qoqoq. Ha? Bu yerda bug'doy turdi-ku. Men buni olib ketib untataychi. Shuning bilan Toxo xurjindagi bug'doyni elib, do'stlarining yiniga ketdi. G'ozboy, Chashqanjon, bu yerga tez kelinglar. G'oz bilan Chashqan Toxoning ovozini anglab, tezla yetib ketdi. Ha, Toxo ag'ina. Epkagina nima bu amdi? Buningga qarasam, bug'doy deb xat turda. Bu shu bug'doy. Ishqinglardan qaysinglar buni tugmaga opirib, untatib kelisizlar. Men herib qaptiman. Uyqum ketdi turdi. Men boramayman. Ha, men borsam bo'ladi. Lekin hozir mening boshqa ishim bor emasmi? Ha, undaq bo'lsa, uni o'zim tatib kelay bo'ldi. O'ringa o'yladiki suv yiroq degandek, bu ikkisiga amgak qilish eg'ir kapdi. Toxo o'z yolg'iz tugman tarafga qarab mengibdi. Shuning bilan Toxo tugmanga yetib ketdi. U xurjundagi bug'doylarni to'kishga boshlabdi. Tugman teshi u bug'doylarni ezib, uvoq ham pokiz ularni ezib chiqaribdi. Ha, bug'doylarni hammasini to'kaychi. Toxo tartib bo'lgan ularni uyga akilib xamir yo'g'iribdi. Hamda og'izda chiroyli nonning shaklini chiqaribdi. Bumi tayyor bo'lib qoldi. Endi kim to'nirga o't soldi? Men bu semiz haltim bilan o'tlarni ko'tarib, to'nirga salanmayman. Undaq bo'lsa, G'azodosh, sen o'tin akagin qanda? Ha, men to'ni ustiga chiqamayman. Kechirgin adash. Ular ujmi-pesh, og'zimga cho'sh degan pardada bahona tepib ish qilmabdi. Toxo bo'lsa ikki tarafga chepib, o'tin chavar yig'ibdi. Hamda to'nirga o't selib, rosa qizibdi. To'nir qizg'anda Toxo non yiqishga boshlabdi. Va, nomi pishib tayyor bo'libdi mana. Toxo pishgan nonni elib, Chashqan g'ozlarning oldiga akapdi. Va! Bapshto! Ha! Bizni kechirgan. O'ylab baqsam, biz o'rinliq qilib, bahona tepib emgak qilmabdik. Bak, xijil bo'ldik adash. Toxo tang yegan tangi singar, yolg'iz yegan yerga singar degan hikmatni bilgachga, ularning xatoligini kechiribdi. Hamda nonni uchisi tang yebdi. Hikmat. Uma qo'zjaqlar, ko'nlarda ishboyada oshba degan hikmatli so'z bor. Biz mayli nima ish qilayli, o'rinliq qilmayli. O'rinliq bak yomon odat. O'rin odamni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Amgakni suydigan bolalardan bo'layli, bo'lamdi ummaqlar. Yo'q demanglar, ha? Xo'sh.